Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun xudo xolasa 16 aprel navbatdagi arabalarimizni bilan akalarimizni topshiryapmiz. Akalarimiz Toshkentdan, Bekoboddan zakaz qilgan edilar. Bundan bir 10 kuncha oldin tayyor bo'ldi. Xudo xolasa bugun topshiryapmiz. Akalarimiz kelganlar mana. Akalar endi bu bizlar kadar bir taassurotlarni bizga ma'qul keldi. Rahmat kattakon, yaxshi kunlarga ishlataylik. Sizlar ham charchamanglar, sizga o'xshaganlar kelaversin. Yaxshi xizmatlar qilaveringlar. Faqat uylarga topganinglar sizga ham sizga ham. Xudo xolasa fursatlar yaxshi. Biz ko'nglimizdaydek bo'ldi. Yana tanishlar so'raganlarni shu yerga tavsiya qilamiz xudo xolasa. Bo'lganlarga rozi yaxshi kunlarga xizmat qilinglar. Rahmat. Yaxshi kunlarda, xursandchiliklarda uchrashaylik. Katta rahmat. Mayli, xo'p. Endi arabamizga kelsak, bu arabamiz xudo xolasa 140 240 balandligi bir poldan 120 bo'ldi. Mana bittasi Cobalt mashinaga taqdik, bittasini Nexia mashinaga taqdik. Akalarimizga xudo xolasa cho'tchi qilib taxlab berdik. Mana Sparkop, tok montaj hammasi ichida bo'lgan buni. Kuzov nomer bilcha как положено urilgan, mana bor hammasi joyida taxlangan. Bemalol xizmatda bo'lsa, shunday arabalar kimga kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Mana ikkovi ham tentli, chiroyli qilib taxlab berdik. Spark balon qo'yilgan. Bunga zapaska balon tushish uchun spesialniy spark balon qo'yilgan. Mana zapaskasini bemalol Cobaltniki ham ketaveradi, Nexia'niki ham ketaveradi. Shunday qilib chiroyli qilib taxlab berdik. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumani M39 betonka yo'lning ustidamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.